Assalomu alaykum, Hunarmand TV kanal a'zolari, kuzatuvchilari, yaxshimisizlar? Mana bugun Tiyaga chiqaryapmiz. Mana Qarshi shahrida, Qashqadaryoda. Tiyaga narxlarini hozir biroz aytib ketamiz. Bu Tiyaganing narxi 130 ming so'mdan. Bu kattasi, bu kichigi. Bu ham, bu derazalar hammasi 130 ming so'mdan metri. Bu stakanchani donasi 1 metrga yuradi. Bir donasi 1 metr yuradi. Tepada ham shapkachasi bor, derazalarda ham bor. Derazada bu mayda stakanchalar ham, ular ham 1 metrga yuradi. Qirralari ham sinmagan, o'ynab bitmagan. Bu Tiyagalarda karkasi bor, do'g'ilma sim o'raladi. Tepadagi karnizlarda armatura qoqilgan. Baland qalin joylariga armatura qoqiladi, sveska bo'ladi. Bu karkas tayyorlanib, Tiyaga urilishga tayyorlanyapti. Mana do'g'ilma. Qalin joylariga qalin 70 talik do'g'ilmoqlar urilyapti. Bu kichik joylariga 4 talik do'g'ilmoqlardan qoqilyapti. Birinchi singan ya o'ynab ketgan joyi yo'q. Toza kastuani. Metri shu 130 ming so'mdan. Stakani bu katta, kichik degan hammasi shu ichida. Pastda derazalarda ham ozroq kishi bor. O'zi bo'lib qoldi. Kimda kim Tiyaga chiqartiradigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Hozir Qarshidamiz.